Nima bo'ylaysizlar? Mening sog'lig'im rostdan ham yomonlashyaptimi? Shunaqaga o'xshayapti. Puturga ko'rinsammikin? Mana 3 ta energetik. Bugun 100 kun davomida har kun 3 tadan energetik deb nomlangan challenge'imizni 11-kuni. 11-video. Yangi yana eskiga chiqarib olmaydi. Yangi energetika. Bismillahirrohmanirrohim. Xudoga shukr, bitta pishdi. Xudoga shukr, ikkinchisi ham pishdi. Shu challenge'ni boshlagandan beri sog'lig'imda ancha o'zgarishlar bo'ldi, bo'lmadi emas. Ishlarim ko'p, uyqu kam bo'lyapti. Uning ustiga bu ham действительно uyquni yana ham kamaytiryapti. Xudoga shukr, uchinchisi ham pishdi. İşte 11-kun tamam. 89 kun qoldi. Kimga tavsiya qilinmaydi takrorlash, sog'liq uchun, hayot uchun xavfli bo'lishi mumkin. Nima bo'ylaysizlar? Mening sog'lig'im rostdan ham yomonlashyaptimi? Shunaqaga o'xshayapti. O'zgarishlar sezilyapti o'zimda ham ancha. Puturga ko'rinsammikin deb turib bo'shab postoyanniy ichib yuraman, unaqa bo'lmasin. Endi oxirgi paytlarda ishim ko'payib ketgan, juda ko'p ishlashga majbur bo'lyapman. Kam uyqu bo'lyapti. Xullas, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Hammaga xayr.